Yevropa İttifaqının alohida boshliqlar yig'ini 1 dekabr va 2 dekabr kuni Brusselda o'tkazilib, Yevropa İttifaqının bugungi dunyoda qanday qilib texmi muhim o'rinda turib, yaxshi rol o'ynaydiganlik masalasi muzokara qilinadi. Gollandiya Avam palatasining ikki parlament a'zosi 30-sentabr o'zlarining Xitoy Kompartiyasining kishilik huquqi daxli ta'ruz qilgan amaldorlarning qora tizimlikini to'playotganligini va Yevropa İttifaqidagi qora tizimlikli kishilarning mol-mulklarini to'ng'itishga va ularning Yevropa İttifaqıga kirishini cheklashga da'vat qilayotganligini bayon qilgan. Gollandiya parlament majlisining tashqi ishlar mas'uli Stroma va Davr gazeti to'rbetining xabariga qaraganda, Avam palatasi Helfert Avam palatasiga o'zlarining kishilik huquq tafsirchilik yurgizgan, jazoga tortilish kerak bo'lgan Xitoy amaldorlarining tizimlikini to'playotganligini aytgan. Dokladga qaraganda, agar Gollandiya Xitoy Kompartiyasi tarafidan kishilik huquqni bostirib qo'ygan amaldorlarning qora tizimlikini chiqarsa, Yevropa İttifaqidagi barliq davlatlar munosabatli qonunlar e'lon qilishdan burun o'z davlatlarining qonunlarini chiqarib, Xitoy Kompartiyasining kishilik huquq jazonixo'r jallodlarini jazolash kerak ekan. Gollandiya qora tizimligi navbatda Ukraina va Qrimda kishilik huquq jinoyat sodir qilgan Rossiya amaldorlarini o'z ichiga olgan. Bu Rossiya amaldorlarining Yevropa İttifaqıga kirishi cheklangan. Ularning Yevropa İttifaqidagi mol-mulklari to'g'ritib etilgan. Yevropa Komiteti Yevropa İttifaqıning Magnitskiy qonunini tuzib atgan bo'lib, barliq kishilik huquq jinoyatchilarining Yevropaga kirishini cheklaydi ekan. Stromaning aytishicha, Gollandiyaning Yevropa İttifaqıning qaror chiqarishini saqlashni xohlamaydiganligini, Amerikani o'lga qilishni xohlaydiganligini bildirgan.